Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xudo xolasa mana zakaslarimiz davom etyapti, inshaalloh. Cho'lchalar terish davom etyapmiz. Cho'lchalarni holatini ko'rsatishdan oldin xarakterlarni bir qator ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Mana hurmatli do'stlar, ishlar xudo xolasa yaxshi ketyapti. Bu uyimizdagi cho'lchang emas. Mana cho'lchanglar holati juda ham zo'r. Havo juda ham isiyapti. Shuning uchun bular mana ideal holatda begum sag'irish davom etyapti. Mana zichliklar. Cho'lchanglarning zichligini oshirish uchun, begum sifatini yaxshilash uchun begumslarni vaqti bilan ag'darib turishni tavsiya qilamiz. Eng kerakligi ag'darishdan ham ko'ra har kuni suv sepish kerak. 70% dan ziyodroq namlikni saqlash kerak. Shunda begumimiz ham, cho'lchanglar ham juda ham ideal holatda bo'ladi. Cho'lchanglar zich holatda bo'ladi. Begumimizda ishlash ham juda ham tez bo'ladi. Shuni holatini ochib ko'rsatamiz. Cho'lchanglar g'ijillab yotibdi mana. Go'sh holatda. Mana do'stlar. Cho'lchanglarda holati ham mana katta bo'ladi. Xullas cho'lchang zo'r. Terganda ham odam mazza qiladi. Xo'p, mana do'stlar, endi cho'lchanglar korobkadagi holati mana. Mashalloh. Mana cho'lchang. Yarim kvadrat cho'lchang. Xo'p, cho'lchanglarimizni narxi 1.200.000 so'mdan 1 kvadrati. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu yarim kvadrat cho'lchang. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.